sıfat bo'lyapti. Mana bu ikkinchi davrada manimcha o'ylayman birinchi marta keyingi vaqtlarda mana shunday bir davraga kirib qoldim men. Juda xursandman. Bu yerda mana bizni bir büyük mirasimizni, tariximizni biladigan ajoyib akalarimiz bilan uchrashib qoldim. Juda xursand bo'ldim bugun. Mana qanchalik bizning büyük mirasimiz var, büyük avlodlarimiz var. Büyük olim fuzolar o'tgan. Mana sanatimizga kelsak, bir hofiz sifatida men keyingi paytlarda mana shu bizning büyük ustozimiz, mana shu haqiqiy Xorazm san'atining bir eng bir mashal hammamiz bir insonni Hojixon Boltayev deganda mana shu Xorazmni bizga mana shu kungacha maqomlarni yetkazgan, mana shu Xorazm tarix ashulalarini yetkazib qoldirgan büyük ustozimizni eslamoqchiman. Bizda mana bilamiz keyingi Kamoljon akamiz, Kamoljon Afani yozib qo'yganda bizni o'zbek san'atini eng bir ulug' darg'alaridan Xorazmimizni faxri bo'lgan mana shu kungacha mana shu maktabda har bir ashulachi shu insonni ashulasini kuylab qo'liga tor olgan ashulachi shu ustozimizning ashulalari bilan to'y davralar shu ashulalar ustozning ashulalari o'tmaydi. Hozirgi davrda men qo'limdan kelgancha mana shu Hojixon ustozimizni shu ashulalarini aytgan so'ralarni, maqomlarni shu kishiga yaqinroq qilib o'rganib, ijro qilib o'zimga bir maqsad qildim. Chunki bu mana shu maktabimiz yo'qolib ketyapti. Mana shu Hojixonni Kamoljon akamiz pirimiz endi u insonni o'zlarini maktabi o'ziniki. Lekin Kamoljon akam hamma so'ralarni ham, maqomlarni ham juda go'zal qilib hech qanday buzmasdan aytdilar. Lekin Kamoljon akam o'zlarini yo'liga chiroyli qilib aytganlar. Lekin mana shu Xorazmni haqiqiy bir avloddan qolgan qonimizda bor so'ralarni og'ir aytish, mana shu saldan keyin yurishib ketdi ko'pmasa. Tez bo'lib, tempara yurishib ketdi. Mana shu og'ir qilib aytib, haqiqiy bir bizga qoldirgan mana shu Hojixon ustozni qo'limdan kelgancha hozir sayyohni Xorazm sayyohini qilib ko'ramiz. Yavrum
المناوتي تذكركم قراتكم يا Şülesine eyle ikramlar o şiir canım Esire benami şenadmen Durmam yüzümde havlarım ya kömürü ağlayın eylesin Thank you.
çıkarıyor. Yaşayın. Bereket tapın. Allah güç kuvvet Endi Nurahmet, Hazreti siz sazdan xabarınız var, o'zingiz mana shu san'at bilimlari yig'larini tamom etgansiz, qanchalik yil mana televideniyada rahbar bo'ldingiz, bu yerda o'tirgan insonlarning hammasi tarixni ham, sozni ham tushunadigan insonlar o'tiribdi. Men juda bir xursandman. Biz endi nimani bir mana shu bizning yurtimizning qanchalik buyukligini qarang-da. Endi hozirgi kunda mana sizlar ham shu tariximizni o'rganib, mana shu keyingi avlodga qoldirish bizning maqsadimiz.
Doğru. Benim maksadıma ne var benim? Menge oxşagan sənətkarlarım köp. İndi köp deseken bu köp bolmalar bizi. Evveli kadimi. Her devirde özünü sənətkarı bolğan bir beş barmakka sıkkan, buğa sıkkan. Lekin mana şu hazırki devirde mana şu bizlere kalgen nerse var mana makamlarımız. Bize gel mana şu ustazlarımız kaldırgan narsani saqlashimiz kerak bize. Mana şu 6,5 makamımız. Bir paytlar aytganlar 20 ta makam bo'lgan ekan. Hozir ham gaplab berdilar. Hojixon ustozimiz aytgan ekan, shunda bo'lgan. Lekin meni kellamda qolgan şu 6 makam. Shuni ham şu mana matban aqalo bilan boshqa. Bular şu kunga kelib bizga keltirdi. Mana shuni bizni saqlab mana şu keyingi avloda yetkazish bizning yelkamizda turibdi hozir. Men har doim aytaman. Men shogirdlarimizga hozir mabodo ko'rib o'tirgan bo'lsalar, ertaga mabodo yozib bo'lsalar, ko'rsalar, ey bolalarim o'rganinglar. So'ranglar bilmagan narsalaringizni. Hozirgacha biz o'rganyapmiz buni. Men O'zbekiston xalq hofizi bo'lib turib hozirgacha o'rganaman. Mana yaqinda Facebook'ta men şu bolalarim nima qilib shu ayttirdi, meni ko'rib tursa o'zlaringizda qiziqasizlar. Mana 2-Fevruz. Xudo xolasa agar kuchimiz kelsa bu yerni ijro qilamiz. Mana Hojixon ustozni qanchalik bizga qoldirib ketgan noyob narsalar bor. Hech kim eshitmagan. Men Toshkentda borib, mana shu katta san'atkorlar, men Abduhoshim akalar, Alloh rahmati Mahmudjonlar biltirib forumga tayyorlanib o'tirdik. Mana pandemiya sifatida bo'lmay qoldi. Men shu 2-Fevruz'ni ijro qilganimda hamma hayratda qoldi. Ey, nima bu deb? Başka variant. Başka varyant. Çünkü bu varyantlar, bunday varyantlar juda ko'p bo'lgan. Bizi Xorazmni san'ati ne kadar büyük bo'lgan. Ne kadar bizga bizi Xorazmimizda hozirgi davrlar geçen bir san'atkor kelib Xorazmga borib qanday men ijro qilaman shunday. Meni xalq qabul qilamagan. Shinamandalar mana shundan qabul qilamagan deb bilgan san'atkor. Hozir biz qanaqa kunga kelib qoldik? Hamma narsa fonogramma, hamma narsa ko'z bo'yamachilik. Ashulachilarimiz fonogramma qilib to'ylarda xalqim, shinamandalar, san'atkorlardan talab qilinglar, iltimos dedi. Talab qilinglar. To'yga chaqirsangiz talab qilinglar. Jonli ijro qilasanmi? Nimaga jonli ijro o'tmayishimiz kerak biza? Nimaga yetib keldik? Mana men so'rab o'tiradim. Yurtboshimiz qanchalik sharoit yaratdilar. Makomga e'tibor qancha. Makom instituti alohida ochildi. Bizi Xorazmda makom maktabi ochildi. Endi hozircha qurilib turibdi, hozir yaqinda ishga tushadi. Mana Buxorodagi shu ishga tushdi. Vodiydagi ishga tushdi. Makom maktablari. Maktablarda ham san'atga baraka topganlar derdik Islom otamiz. Alloh rahmat qilsin. Ey baraka topganlar. Shogirdlar, o'rganinglar bu narsalarni. Bu narsani hech qachon bu narsani bilsangizlar, birov aytadi, eshitmaydilar, yoshlarimiz o'ylaydi, buni eshitmaydi. Shuni ijro qilib bilsangiz, ma'qul qilsangiz hamma eshitadi buni. Buni narsani o'rganinglar. Mana yozuvlar bor. Zapislarimiz bor. Hamma narsa bor. Shu narsalarni olib so'ranglar. Hali ustozlarimiz bor. Bularni ham yo'qotamiz hali yaqinda. Ko'pgina buyuk ustozlarimiz olamdan o'tib ketdi. Qolganlarni bir bularni duosini olinglar ustozlarni. Qoldirmoqchi oldim. Yozuvlarni olinglar. Mana menda hozircha daftar qo'yaman. Mayli menimda bo'lsa ham men ijro qilib qo'yman qo'limdan kelgancha shu. Eshitmaydi emas, eshitadi xalqimiz. Shu mana shu xalqimiz talab qilinglar, san'atkorlardan talab. San'atkor, biz xalqning xizmatkorimiz, san'atkorlar. Buni men aytgan emasman. Komiljon ustozimiz o'zimiz aytgan. Biz xalqning xizmatkorimiz degan. Xalq shu san'atkoriga hozir so'ragan pulni berib turibdi. Davaydi so'ranglar sizlar. Jonli ijroga o'taylik. Bu narsalarimizni yo'qotmaydi bize. Mana shuning uchun menimcha yig'ilishib o'tiribmiz. Men shaxsan o'zim meni taklif qildingizlar, men xursandman. Lekin mana shu narsalarni saqlash uchun jonli ijroga o'tishimiz kerak. Bu ovoz ishlamagandan keyin, qur og'zida qilib turgandan, ashula aytmagandan keyin tovush ishlamaydi. Bu ikkita kichkinagina nimamiz bor, suyazka. Shu suyazka bir-birisi bilan nima qilib turish kerak mana shu ashula aytganda. Shunda pishib boradi. Bizlarda bor talantlar. Ben ko'rib o'tiribman, chunki konkurslarga kelyaptilar. Lekin mana repertuar yo'q. Mana shunday repertuarlarni tayyorlamaydilar. Maqom konkursi desalar,
Gelediler Atacan Hanım'ı desteğinden sonra deseniz soralına da yok. Atacan Hanım bu özünü Allah'ta bu özü bir büyük sanatkar. Bunun özünü mektebi, özünü yolu. Lekin bizlerin soralarımızda Allah'ta özünü yolu var. Özünü yolu var mı? Bana şu soralarımızı titleşmemiz gerek bize. Hazırki günde bana şu soralarını titleş gerek. Kamilcan ekemden özünü yolu akıyor. Juda çıraylı soralarını juda güzel aytkan. Ben özüm Kamilcan eken. Stilin namayt öğrenmen. Lekin ben köpürak hazır bana şu anı şu mirasımızga tartıp şu Hacı Kan Ustam bunday bo'lishib o'taqiyin. Ular endi bir asrda keladi bunaqa odamlar. Yemin edaman ilohim, bizni yurtda bu bo'lgan, qonimizda bor bizani. Shuning uchun hammalaringga rahmat. Mana shu tashkil qilganlar bugungi davrani ham juda men bir xursand bo'lib o'tiribman. Dildarxon. Mana shu singlimiz bilan Allah topaqan. Şu andan mana hozir kelolmadilar. Va hokazo bu yerda o'tirgan yigitlar mana Qahramonjonning majburlarni ko'rib mana Davronbek Toshkentdan keldi. Rahmatdan nasibasi qo'shildi kelganda mana biz xudo biz o'ta bir san'atni biladigan bizni mana o'zimizni xiyvoni yigitlari bular tarixni hammasi Xudoga shukur bizada bor. Yigitlarimiz bor. Bizada yigitlar ko'ngilda tugallar bor. Mana shu tariximni o'rganaman. Yurtimni bu yurt uchun ham tushunish kerak axir. Yashab turgan yurtim uchun bir ozgina nima yuyinmasang foydasi yo'q. Yaxshi ko'rish kerak bu yurtni. Shunga tirishish kerak. Shu yurtni farzandiman bir yere borganda men xiv olaman deb chiqish kerak. Men bu yere borganda boshim tutmam. Masalan kelma hofuz. Toshkentga borsam hofuz keling dedi. Bir so'ra ishtali dedi. Bundan katta davlat bor. Hammaga qaytmadi shuni. Davay hamma san'atkorlar. Ha kelinglar sizlar. Borgan yerda cho'chiming borishi kerak. Yurtni barakini kutar. Aman bo'linglar. Rahmat sizga, katta rahmat. Hazrat Afet hammasi ko'rib o'tiribdilar sizni. Hammasi yozib turibdilar, shunday yaxshi gaplarni yozib turibdilar. Bravo deb. Ko'p yaxshi gaplarni yozib turibdilar. Bunday san'atkorlar balkim abadiy emasdir hayot, hammamiz o'tamiz bu dunyodan. Lekin mana bunday san'atkorlar balkim 100 yilda dunyoga hurmatlidir. İz kaldırış gerek bu iz. Şu ma'noda bugün mana shu kuyunib gapladi Farhod aka. Albatta Farhod akani o'zim xuddi men hozir e'tirof etganimdek 100 yillardan Legenda. Bir san'atkor. Buni bugun biz hali ko'pchiligimiz buni anglamasmiz. Bu dunyo o'tkinchi, odam o'tgandan keyin bu narsalar. Nimagadir biz xalqimiz shu kech anglaydi ko'p narsa. Shuning uchun bugun tirikligimizda, hayotligimizda mana shuncha kuyunib, hofiz yurakdan elni sevish nima ekanligini mana shu musiqa orqali, kuylarimiz, qo'shiqlarimiz, maqomotlarimiz orqali singdirishga harakat qildik hozir. Shuning uchun men o'ylayman, bu o'tkinchi davr. Bu Farhod aka ko'rasiz, xudo xolasa. Bu har zamona bir zaman deydi. Bir zaman endi tapar hozir estrada yoki bo'lmasam fonogramma maliki ovozi kisasida olib chiqib turib qo'yib, xalqni aldash yo'li bilan ko'pchilik san'atkorlar xafa bo'lmasin. Hayf. Xalqni aldash bu. Bu iste'molchilar huquqlarini himoya qilish degan bir bizning bir haligi komissiyalarimiz bor, shu bir tashkilotlarimiz bor. Agarda men yozsam, mana hofiz to'yga keldi, dan 4 ta qo'shiq aytib, yolg'ondan og'zini qimirlatib turib, meni aldab ketdi deb yozsam, bularni albatta javobgarlikka tortadilar. Jazoga tortishi aslında o'zi shunday, lekin kim yozadi buni? Kim aytadi? Yo'ni yozdi. To'y aytganimiz değil, fakat o'zingiz aytdingiz-ku, shu xalqimiz o'zi talab qilishi kerak. Albatta. Chaqirgan san'atkorlar nimaga? Shuni to'yni to'liq so'ragan pulni berib turibdi. Hozir shunga ochiq bo'lyapti. Hamma narsa eshitdim birovni nima qilmaydi. Litsenziya to'lab o'tiribdi, maqoga ular boryapti. So'ragan pulni beryapti. Nimaga jon? Biza javobli nima yalla aytmasmadik biz. Ha, shuni aytdim. Yalla o'yini aytmasmadik. Ammo yalla bo'lgan to'ylarda avvalam o'yin raqqasam o'ynagan o'rtadan chiqib ajoyib orazi bolalar nimalar o'ylanadilar. Biz bugun shu borazan lezgilari o'rtadan chiqib bir o'zi alohida insonlar boradi elatda. Cho'ra degan boradi, bir mahalla boradi. Hozir mahalla deymiz. Cho'rani gapi zakon edi. Gelip chaqirib sen ertang aytib qo'yaman. Kimni chaqiracaksın? San'atkorun kim? To'g'rin kim? Qaysi ko'chaga to'y aytadi?
Ya bakacağız hadi. Ama şimdi mesela kaçıracağız gerek. Doğru biz hazır aldılar ki. Yeme vereceğiz. Kokna Xorazm. Hozir Kokna Xorazm. o'tgan Safarmurod Niyozov degan bu Turkmanistonning prezidentini juda katta bir qilib ketgan ishi bor. Shu o'zining faoliyati davomida bu Turkmanistonda fonogrammani yo'q qilish to'g'risida qonun chiqartirdi. Mana bugun vaqt o'tdi, 15-20 yil vaqt o'tdi, lekin bugun ulug' bir san'atkorlar yetishib chiqdi. Shu vaqtda Turkmanistondan ovoz qolmadi. Hamma fonogrammaga o'rganib qolgandan keyin hamma o'zicha sayozlashib ketadi. Mana 2-3 yil bizlarning O'zbekistonga delegatsiyasi kelganda qo'shma konsertlar bo'lganida mana o'zingiz qatnashgansiz. O'zbekistonda yaxshi bir ijro qiladigan haligi to'g'ridan to'g'ri jonli ijro qiladigan san'atkorni topish imkoni urg'u bo'lib qoldi. Shundan yana nima bo'ldi? Yana Xorazm. Yana Farhod Davlatov qani, Eshchonovlar qani va hokazolar qani deb qidirib shu yerda baribir yutqizdik. Baribir yutqizdik. Chunki ular shu darajada ilgari Bize tayyor emas edik. Bizde aparatura ham yo'q ekan. hatto shu Aparatura canlı icra kılıp Türkistan sarayında buldu. İki de prezident oturdu. Yani şöyle Ali Gurbanguly Berdimuhamedovning tayyangi bo'lgandan keyin islom atamız taklif kıldılar. Ana shunda bo'ldi u. Canlı icrada konsert bo'ldi. Birinchi marta. Bizde hali aparatura tayyor emas. birdan bir yo'li bugun Hozir lekin bizde Xudoga shukr hamma narsa bor. Haqiqatan birdan bir yo'li bugun, birdan bir yo'li. Albatta boshqaruvsiz hech narsa bo'lmaydi. O'zini tashlab qo'yildi bugun. Bugun birdan bir yo'li O'zbekistonda tom ma'noda Ozodbek Nazarbekova katta rahmat shu sal oldinroq bir harakat qilib fonogrammani yo'q qilish to'g'risida fikrlarni ilgari surdi, lekin hali bu oxirigacha amalga oshirmadi. Birdan bir yo'li O'zbekistondan fonogramma masalasini konsertlarda, radyolarda, televideniyada, jamoatcha, libo joyda, hamma joyda ijroni fonogrammasini yo'q qilish to'g'risida qonun chiqsa, bu hali Sichqonning uyini 1000 tanga bo'ladi. Sanoqli san'atkorlar qoldi. Qolganlari hammasi o'zidan o'zi yo'q bo'ldi. Rahmat, men yaqinda o'zimni bir fikr qildimdan ko'pchilikka aytdim. Qani biza bir mashal olib, Xorazm birinchi ko'k yo'tarib, biz fonogrammani yo'q qilamiz deb bizlarimiz bir tashabbus bilan chiqsak bo'lmaymi? Bo'ladi. Nimaga bo'lmaydi? Faqat uni qo'llab Bizlarda shunday ovoz Allah quvvatlaydi ku. qo'llab-quvvatlash bu mana shu ko'rib o'tirgan xalqimiz qo'llasa bo'ladi. Bu san'atkorlar yurti Xorazm. Qadimiy san'atkorlar yurtidan agar bugun qaysidir ma'noda jamiyatimizdagi san'at sohasidagi bir kamchilikni to'g'rilash uchun harakat boshlansa, men o'ylayman boshqa viloyatlar ham sekin-sekin qo'shilib bu juda katta bir aytdim-ku, vodiy tomonlarda albatta jonli ijro bo'lyapti, to'ylarda ham jonli ijro bo'lyapti. Men borib turibman, ko'rdim. Mana bu bizada bo'lmaydi. O'ylayman Farhod aka mana birinchidan hozir bu yerda juda bir chiroyli ijro bo'ldi. Bu ijro hali meni shu yerda o'tirgan insonlar birontasi eshitmagan desam mubolag'a bo'lmaydi. Men o'zim haqiqatda bir hojatani men kunda kunaro uyimda eshitaman, lekin bir o'zini xos bir go'zal ijro bo'ldi. Sizga avvalambor ming rahmat. Bu sizni qalbingizdagi san'at, bu e'tiqod aslida. Mana bu ustozlarning san'atiga bo'lgan e'tiqod, qalbingizdagi yurak. Hozir masalan sihat salomatligingiz ham 100% emasdi, lekin mana shu yurakdagi shijoat, Nolsam bo'lmasdan ustozga bo'lgan hurmat, ehtirom sizni hozir shunday kuylatdiki, biz ham maza qildik. Men o'ylayman bizni Facebook doshlarimiz ham hozir agar efirni tomosha qilib o'tirgan bo'lsalar, albatta sizni ijroningizdan mamnun bo'lib o'tirishgan bo'lsa ajab emas. Shuning uchun avvalambor sizlar mana shu san'atsevar xalqimiz nomidan, bugun shu yerda ishtirokchilarimiz nomidan alohida bir minnatdorchilik bildirsak, bu o'rinli bo'ladi. Canın zaman bo'lsin. Mana bu san'at uchun, madaniyatimiz uchun, o'tmish uchun, bizning maqomotlarimiz, buyuk san'atimizni asrab qolish borasindagi aytgan o'gitlarimiz albatta mana tomoshabinlar ko'rib o'tiribdik. Ko'pchilik san'atkorlar hali buni takror ko'radilar. Ular albatta bundan o'zlariga kerakli xulosa. Mayli, 100 ta san'atkordan 2 tasi shu yo'lga o'tsin. Bu sizni bugungi mana bu aytgan fikrlaringizni amaliy bir ijrosi shundan iborat bo'ladi. Alloh nasib qilsa bunday uchrashuvlar, bunday mulohazali fikrlarni hali keyin ko'p biza uchrashuvlarimizda aytamiz. Balkim bizlarni ilhomlanib boshqa bir davradoshlarimiz, boshqa bir Facebook doshlarimiz ham bunday fikrlarni ilgari suradi. Albatta shunda gapimizda umidimroq ben. Yine san'atga yana kelaversak, qaysi direnishmalar, aytishlar qolib ketdi. Qani yo'q. Aytishlar. Shunday daralar qolib ketdi. Mana odamlar ziyofat kirsalar. Avvallarda ziyofat kirgan vaqtimda ziyofatda o'tirib
Bizler tabii iki de hafızda çakırırlar. Kuandık hakemler özben tutamız abislerini göresler. Ha, şu. Sonralar. Şuna tiyaro hafız varlığında şöyle uyalıp kamayında tiyarlanardı. Ha, Kalkan oturgan talep kılardı. Geçelim. O senin ikisi bir eşilleşi bir sen direşkenle ki ben senden kamayı sen benden kama denge bulardı. Evet. Şundan ki iyice adam bulardı. Hani şu çeline sen yok at yap. Yok at, çok narsa yok atışlar. Yok at yap. Albatta, Xudo Aktivizm, xohlasa. patriotizm degan so'zlar sal kamaydi. Öte şu gerek. Endi hozir Birinchi ko'rib kerak. o'tiribman, endi tarixdan gapirib o'tiribmiz, lekin medik sifatida bunaqa nagruskani hamma mariz Ha, yaşa. to'kilib qoladi. İnan iyi dediğiniz bir asker sağ olsun. Birisi bir yola yarıştırsa yaman. Öçet, öçet. Albatta bize Göz demasin. Aşirekilerini büyük ustazlarını nimeden dert tapıp yaş ketkenini insur puanını ben bilemem lazım. Ben indi özüm ağzı yerlap otursam ben verim demeyin. Doğru, doğru. O'zingiz bilasiz. Doğru derman bilen şu. Bu katta özledi yürüyen adamda davlene düzde katta var. Şu ustazların köpsü şundan Siz sıkılmang. Agar mana shu ketishda ketsa, hech qachon hofizlar ichida davleniya kasali bo'lmaydi. yok chilayli İşte bo'ladi. shularni yozib qo'yib 15 yil odamlarni aldab qo'yadi. Jonlaramon bo'lsa, lekin Uyat, qachongacha bu narsa davom etadi? Da. Bu san'atni yo'q qilish. Bir kun kelib bu narsalar hammasi yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun hammani insofni o'zine bilsin. Mayli kimdir tirikchilik vajindan bu ishlarni qilyapti. Ya endi- Lekin siz aytgandek san'at uchun, haqiqiy san'at uchun, el uchun, yurt uchun ham xizmat qilish kerak. Albatta. Xudo xohlasa, Birinchi darajada. Aleyküm bizlarni assalom. tomosha qilib o'tirgan Aslan beka, tomoshabinlarimiz, o'rningiz juda bilinib katta turibdi, bir kelishingiz ma'naviy kerak oziq edi. oldilar. Kimlardir ko'nglida kim nimadir yoqmagan bo'lsa, ma'zur tutsinlar bizlarni, chidasinlar bu narsalarga, jonlari omon bo'lsin. Bunga odamlar ham bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan mana bugungi mana shu anjumanimizni tashkil qilgan biz Dildoraxona juda katta minnatdorchilik bildirsak, bizni hozir efirda tomosha qilib o'tirgan yurtdoshlarimiz nomidan biz o'zimizni nomimizdan sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Joningiz omon, bu ma'rifiy kecha juda katta bir go'zal bir o'zini bir samarasini Başlanışı var. Kahraman. Ijobiy kechalar bo'laversin shunda. Kahraman bu Bugun repetitsiya, xudo xohlasa. Birinci böyle başlanışı. Gelecek Xudo xohlasa. Bo'ldi, tamam. Bana Size kitaplara albatta kara. rahmat aytaman. Bu nerselerini kaçak Rahmet, görüyorum. rahmet. Aytkanınız gibi bana film juda katta zo'r. Men hozir faxrlandim juda. Mana gördünüz mü bu şey? Biliyorum. Demek Juda yurtumda yürüyen ballar var. Hozir Ba. Men hozir bir yuqamlanib o'tiribman. Kaldıramam kitapta yazaman der. Kitobni ko'rib faxrlanib o'tiribman. Xudo xohlasa mana hozir mana Bekzodjon, eshitding? nemislari badiiy hujjatni qilsam ikkinchi nashri o'zbek tilidagi ikkinchi nashr hozir tayyor turibdi. Latofatxonni Abdurimovani tarjimasi bilan ruschaga tarjima qilingan variant ham tayyor turibdi. Bugungi kunda bizni respublikamizdagi Germaniya posolstvosi hujjatlarni olib hozir Berlinga yuborgan. Mana shu kitoblarni ham tez kunlarda bir tomoshabinlar kitoblarni qo'lga yetadi deb niyat qilib turibmiz. Ana shu kitoblar chiqqandan keyin Xudo xohlasa Dildoraxon bu yerda yana bir chiroyli o'tirishlar, Xudo xohlasa. anjumanlar, ma'rifiy kecha deb aytsak mubolag'a emas. Xuddi shu ana shu kechalarda yana shu kerakli o'zimizni birodar azizlarimizga shu kitoblarni ham sovg'a qilish niyatida o'tiribmiz. Iloyim, bizaram. Albatta. Nafisa ber bizani guruhimizni shtab kvartirasi. Shuning uchun bizada beda bu kitoblarni hammasidan bo'lishi shart deb o'ylayman. Taqdimot marosimlarini o'tkazamiz. Xudo xohlasa. Joningiz omon bo'lsin. Endi Rahmat. avval salom, badas kalommi yo naborotmidi? Yo'q, doğru aytdingiz. Doğru aytdingiz. Avval salom, badas kalom. Da. Shuning uchun endi bir taomlarimizga o'tamiz. Bu endi bu yerda bugun original o'xshamagan bir chiroyli taomlar bo'lyapti. Tanlab o'tiribmiz. Juda buni o'zi bir alohida san'at. Buni o'zi bir Xorazmni oshxonasini şöyle jamlab chiroyli, eng go'zal, eng tatlı, eng ta'mli, eng lazzatli taomlarni. Dummoq deysak ya. Şaşırıp bekletti abi. Ha, shoshilmang. Yo'q, hozir izi keladi, hech shoshilmang. Koyup geldi ota koyup gelsin. Joningiz omon bo'lsin.